Shayboniyxonning boshi kesilib, uning bosh chanog'idan may kosasi yasatilishi va terisiga somon tiqilgan holda yuborilganligi aytiladi. Shuning uchun ham 80-yillar oxirida Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanida Shayboniyxon ilk bor ayovsiz tanqid qilingan va shu tariqa Bobur shaxsini ortiqcha ulug'lashimiz ortidan salbiy bo'yoqlarga ko'p bo'yadik. Nafaqat Shayboniyxon, balkim Eron istibdodidan O'rta Osiyoni saqlab qolgan Ubaydullaxon ham ma'lum ma'noda qoralandi. 16-asr birinchi yarmidagi Eron va Turon o'rtasidagi munosabatlar, xususan Shayboniyxon va Shoh Ismoil o'rtasidagi munosabatlar hamda Shoh Ismoil tomonidan Shayboniyxonning mag'lub etilishi hamda Shayboniyxonning boshi kesilib, uning bosh chanog'idan may kosasi yasatilishi va uning bosh qismi somonga to'ldirilib esa Turk sultoni Sulton Boyazidga yuborilishi bilan bog'liq faktlar atrofida bir tahliliy ma'lumotlar berib o'tamiz. Bilamizki, 1510-yilgi jang Shoh Ismoil va Shayboniyxon o'rtasidagi bir necha yillik nizolar natijasida shakllanib keldi va bu jang martda sodir bo'ldi. Jang natijasida Shayboniyxon yengildi. Albatta, bu mag'lubiyatda birinchi sabab Shayboniyxon qo'shinining Shoh Ismoil qo'shiniga qaraganda bir necha barobar kamligi edi. Boshqa sabablarni esa turli xil mavzularda, turli adabiyotlarda keltirilganligini izohlashimiz mumkin. Endi Shayboniyxonning bosh suyagi taqdiri nima bo'lgan? Bu bilan bog'liq afsona, rivoyat, manbalar va tahliliy adabiyotlar nimalar aytadi. Bilamizki, Shayboniyxonning mana bu jangi, Marv jangi xususidagi birlamchi manbalar bu o'sha davrda yashagan, shu davrda muhitida bo'lgan ham Shoh Ismoil, ham Safaviylar, Shayboniylar, ham Bobur saroyida xizmat qilgan ko'plab tarixchilar bor va ularning asarlarida bu ma'lumotlar u yoki bu tarzda yozilgan. Misol uchun, Xondamirning Habibusiyar asari bu 16-asr 20-yillarda yozilgan va voqeaga ancha yaqin muarrix hisoblanadi. Bundan tashqari Jahongoshay Xoqon degan asar bor. Muallifi noma'lum, Eronda yozilgan asar va bu 16-asr 40-yillarda yozilgan va aynan Marv jangi xususida eng ko'p ma'lumotlar, nisbatan batafsil ma'lumotlar Habibusiyar va Jahongoshay Xoqon asarlarida keltirilgan. Ularda aytilishicha, Shoh Ismoil Shayboniyxonni o'lgan jasadini toptirib, qo'shinlari boshini kesib olganlar. Ya'ni jang natijasida Shayboniyxon halok bo'lganda uning biror joyiga tig' tegmagan, balki Eron qo'shinlari qurshovida qolgan Shayboniylar bir chorbog'da bekingan va o'sha chorbog'dan chiqib ketishga imkon topolmaganlar va Shayboniyxon ot ustidan yiqilgan va uning ustiga odamlar, otlar yiqilish natijasida nafasi qaytgan holda halok bo'lganligi aytiladi va uning jasadidan esa boshni ajratib olib Shoh Ismoilga yuborilgan. Endi Jahongoshay Xoqon asarida bir ma'lumot keltiriladi. Unga ko'ra, Shayboniyxonning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Turk sultoni Boyazidga Shayboniyxonning boshi terisidan ajratib olinib, terisiga somon tiqilgan holda yuborilganligi aytiladi. Va bundan tashqari o'ng qo'li va o'ng chap qo'li kesib olinganligi ham aytiladi. Bir qo'li o'sha paytdagi Qandahor hukmdori bo'lgan Rustamga, ikkinchi qo'li esa Hindiston hukmi o'sha paytda Kobulda bo'lgan, kelajakda Hindistonda Boburlar imperiyasini tuzish arafasida bo'lgan Zahirdin Muhammad Bobur huzuriga yuborilganligi aytiladi. Ya'ni Shayboniyxonning qo'lini o'pishni istarding, mana endi Shayboniyxonning qo'lini oyog'ing tagiga yuboryapman degan xatni yuborganligini yozadi va bundan Qandahor hukmdori tahlikaga tushib qolib, tez orada vafot etganligi aytiladi. Shundan keyin uning taxtga chiqqan o'g'li Muhammad esa Eron shohi Shoh Ismoilning hokimiyatini tan olgan. Boburga yuborilgan qo'lida esa qo'lini yuborgan Shoh Ismoil esa unga shunday xat yozganligi aytiladi. Ya'ni sen har qachon Shayboniyxonning qo'lini qisqartirish istar edik, mana uning qo'llari endi oyoqlaring ostidadir degan ma'noda xat yozilganligi aytiladi. Lekin bu ma'lumotlarda haqiqat yo'q. Sababi Zahirdin Muhammad Boburnomaning biror bir joyida Shayboniyxonning qo'li unga yetkazilganligi haqida ma'lumot keltirmaydi. Chunki kichkina detallargacha
aytadigan, kichkina detallarni ham e'tibordan chetda qoldirmaydigan Zahiriddin Muhammad Bobur Shayboniyxonning kelishi voqeasini juda katta voqelik deb qarardi va buni albatta u o'zining asarida yoki u yozmagan taqdirda ham uning qizi Gulbadan begim Humoyunnoma asarida yozib ketgan bo'lishi mumkin edi yoki Boburning xolavachchasi bo'lgan Tarixi Rashidiy asarning muallifi Mirzo Muhammad Haydar bu haqda ma'lumot berib ketgan bo'lishi mumkin edi, lekin bularning uchalasi ham bu haqda lom-mim demagan. Shuning uchun ham bu ma'lumotlar haqiqatdan yiroq. Endi Shoh Ismoilning Shayboniyxon bosh chanog'idan jom yasaganligi, ya'ni sharob ichadigan, may ichadigan kosa yasaganligi haqidagi ma'lumotlar qayerdan urchidi? Birinchi galda Jahongosha Xoqon asarida 1540-yillarda, ya'ni 41 va 48-yillar oralig'ida yozilgan asarda keltirilishicha, Marv jangi paytida Shoh Ismoilga asir tushganlar ichida Mahmud Sog'arji degan Shayboniyxonning divoni xodimlaridan biri bo'lgan va u Shoh Ismoil tomoniga o'tgan, keyinchalik esa u shiyalik mazhabini ham qabul qilgan. Bazmlardan birida keyinchalik, ya'ni bu jang sodir bo'lgandan bir necha yillar o'tib, jangda saroydagi bazmlardan birida Sog'arji qo'lida jom bilan suv ichayotganligi aytiladi. Va shunda Shoh Ismoil hazillashgani, qo'lingdagi jom qanday jom ekanligini bilasanmi desa, yo'q bilmayman deganda, bu jom sobiq rahnamoyingning, sobiq hukmdoringning boshidan qilingan jom degan fikrni aytganligi shu dialog keltiriladi va bu hikoya tariqasida keltiriladi. Bundan tashqari 1578-yilda yozilgan yana bir asar bor. Hasanbek Ro'mlovning Ahsan at-Tavorix asari. Ahsan at-Tavorixda asarida esa Marv jangidagi holat o'ziga xos, o'rta asrlar manba yozish uslubiga xos ravishda o'xshatish, tashbih qilingan. Ya'ni unga ko'ra Marvda Shoh Ismoil va Shayboniyxon bazm qurdilar deydi. Ya'ni jang qildilarni u tashbih bilan, ikkinchi bir voqelik bilan o'xshatib yozyapti. Marvda har ikki hukmdor bazm qildilar. Bazmda qadahlar bir-biriga urildi deyapti. Ya'ni qilichlarga urilganligi, qalqonlar qilichlarga urilganligini tashbih qilyapti. Va bu marosimda, ya'ni bu bazmda Shoh Ismoil Shayboniyxon boshida g'alaba mayini sipqordi deb aytyapti. Va bu o'ziga xos o'xshatish, ya'ni Shayboniyxon boshini kesib oldi va bu yerda Shayboniyxon yengildi, Shoh Ismoil g'alaba qozondi degan ma'noda. Va mana shu ma'lumotlar keyinchalik Hermin van Beri kabi g'arb olimlari, sayyohlarning asarlariga so'zma-so'z, ya'ni tashbih emas, balkim so'zma-so'z ravishda tarjima qilib o'tildi. Keyinchalik 20-asr boshida Ahmad Zaki Validi To'g'on ham bir maqolasida Shayboniyxonning bosh chanog'idan jom yasalganligi yozildi va bu shu tariqa mana shu ma'lumotlar ommalashdi. Vaholanki musulmon hukmdorlar insonning tanasidan biror bir buyum yasab, undan foydalanganligi haqida ma'lumotlar uchramaydi. Har holda Shoh Ismoil ham musulmon kishi edi. Bundan tashqari Shoh Ismoil o'sha davr uchun, Eron hukumati uchun, Eron uchun Shia mazhabining rahnamolaridan biri bo'lgan. U din ulamosining farzandi edi, otasi din ulamosi edi va o'zi ham din ulamosi sifatida o'zini bilardi. Mana shu jihatlardan Shayboniyxonning boshidan jom yasaganligi bilan bog'liq ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari 1511-yilning martida Shayboniyxonning avlodlari, jiyanlari, farzandlari bilan Shoh Ismoil o'rtasida muzokara qilingan va muzokara natijasida Shayboniyxonning boshsiz tanasi Shayboniy zodalarga qaytarib berilgan va u olib kelinib Samarqanddagi Baland Sufaga dafn etilgan. Umuman olganda Shayboniyxon shaxsi Turkiston tarixi uchun, O'rta Osiyo tarixi uchun qanday ahamiyatga ega? Bilamizki, biz tarixda ko'p holatlarda shaxslarni o'zaro ajratamiz va ba'zilariga ijobiy obraz sifatida, ba'zilariga salbiy obraz sifatida qaraymiz va salbiy obraz sifatida qaraganlarimizni esa biz bobomiz deb hisoblamaymiz. Aslida tarixning eng asosiy vazifasi bu saboq. Tarixdan saboq olmasa, tarixning vazifasi o'z-o'zidan pasayib ketadi.
shu nuqtai nazardan biz mag'lub bo'lgan yoki salbiy ahamiyat kasb etgan, faoliyatida salbiy rollar juda ham ko'payib ketgan shaxslarni ham ajdodlarimiz ro'yxatidan chiqarmasligimiz kerak. Shunda biz saboq chiqarish ko'nikmasiga ega bo'lmaymiz. Biz Shayboniyxon shaxsini, Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsini ortiqcha ulug'lashimiz ortidan salbiy bo'yoqlarga ko'p bo'yadik. Vaholanki har bir adib o'zining qahramonini, ya'ni badiiy tarixiy roman yozayotganda o'zining qahramonini ijobiy obraz sifatida talqin qilishga harakat qiladi va uning raqiblarini esa ayovsiz tanqid qiladi. Shuning uchun ham 80-yillar oxirida Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanida Shayboniyxon ilk bor ayovsiz tanqid qilingan va shu tariqa bizning adabiyotimizga, bizning tariximizda Shayboniyxon qora obraz sifatida kirdi va bundan tashqari nafaqat Shayboniyxon, balkim bizni tariximizda alohida rolga ega bo'lgan, xususan Eron istibdodidan O'rta Osiyoni saqlab qolgan Ubaydullaxon ham, Shayboniylarning so'nggi va eng yirik vakili bo'lgan va O'rta Osiyoda bunyodkorlik sohasida o'zini Amir Temurning davomchisi deb bilgan Abdullaxon kabi yirik Shayboniyzodalar ham Shayboniyxon fonida ma'lum ma'noda qoralandi.